9-cı qism. Kızım, ikkimiz aşxanada paranlaşqaç tamaqni tayyor qilayli. Yo'ldoshingiz bilan dadangiz birdan paranglashib o'ltirib tursin. Züleyxa shundoq degunicha intizorning qo'ldan tutib oshxonaga kirib ketdi. Ha, qani o'g'lim, bu yoqqa o'tib o'ltiring. Qani, choy ishkash o'ltiring. Dedi Sodiq bir piyola choyni oldimga qo'yib. Men rahmat deb piyolani qo'limga ilishimgila u gap boshladi. Anglasam, sahrodan ekansiz. Ata-onangiz hatto hech qanday urug' tuqqanlaringizmi yo'q ekan. Shundoq turib, qandoqsiga intizor qizimiz sizni yoqtirib qolgandi. Qarasam, o'zingizga xeyli yomon emas yigitdek qilasiz. Qaraganda uning mal dunyosini ko'zlabsizdan, ha? Uning ustiga shirkatning odatdagi ishchisi ekansiz. Alohida ko'zga ko'ringidek natijangizmi yo'q ekan. Uning tuyuqsiz to'limdan to'qmoq chiqqandek posuqqida bu gapni qilishi nirvamga, tomirlarimga tez suratda ta'sir qilib, badallarimni titrak bisib ketdi. Shundaqdimi qo'limdagi bir piyola choyni ko'tarib ichib o'tib, bishimni sangiltib o'ltirdim. U yana gapini davomlashtirishga boshladi. Qaraganda ko'nilarning qiyinlik yerim davlat degan maqol tamsilini obdan o'ginib tikansizdan, ha? Bo'lmasa, kallingiz xeyli ishlaydi ekan. Sizdan so'rab boqay. 7 a'zosi to'liq bir erkak turuqliq xotin kishiga tayinib jon beqishdan nomus qilmamsiz? Dedi u yuz qaramasdan. Degandek, bu odam tunji qitim ko'rgan chig'imdala ko'zimga sig'magan edi. Yana bir qitim sezgimning to'g'ri ekanligiga ishondim. Kechiring tog'a. Siz meni xato tushunib qopsiz. Amaliyotda intizor bilan ikkimiz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Bu yerda manfaat masalasi yoki aldash degan ish yo'q. Faqat bir-birimizni yaxshi ko'rganligimiz uchunla Qurib ketsin, ashi yaxshi ko'rish. O'z vaqtida ochammo mardonni yaxshi ko'rib qilib, bizning qarshi turg'unimizga unmay, uning bilan to'y qilgan edi. Oqibati qandoq bo'ldi? Shirkatning kotibi bilan oshna o'ynab, siratdan bola tepib, bir oilaning vayron bo'lishiga sababchi bo'ldi. Men qizim intizorningmi, opsining izini besib qilishini xohlamayman. Agar to'ydan burun bilgan bo'lsam, bu to'yni to'sib qolardim. dedi u chalva qilganicha gapimni tatib olib. Bundoq demang tog'a. Bir odamning o'tkazgan savalligi uchun hamma odamni bir tayoq taydisangiz qandoq bo'ladi? Dedim men uning radiya berib. Amaliyotda nomratlarning hammasi tezda boy bo'lishni o'ylaydi. Ular har xil yo'llar bilan vositalamay puldorlarga yaqinlashadi. Sizga deb qo'yay yigit. Men yerning ostidagi yilonning tevishini anglay olayman. Agar yomon niyatda bo'lgan bo'lsangiz, bu niyatingizdan to'xtab qo'ying. Bizning jamiyatimizning egiligi sizlardek odamlarning qo'liga tushib ketsa bo'lmaydi. O'ylab baqsam, endi mening o'ttirga chiqadigan vaqtim kelgan o'xshaydi. U shundoq degunicha o'rnidan turib ketdi. Qaraganda u mening tegitaktimni aniqlab bo'lgandek qiladi. Lekin shundoqdimi uyga kelgan mehmonga bundoq adabsizlik qilishi to'g'ri emas-da. Uning bu qilganlari haqiqatan g'ururimga tekkan edi. O'rnimdan turib, gap qilmayli sirtqa mangdim. U meni tutib qolmadi. Mashinani tashlab qo'yib, dachidan chiqib cho'ng yo'lda maqsadsizda oldim qarab mengishga tamshaldim. İç-içimden chiqayotgan xo'rliqning ta'siridan butun badallarim titrab, mushtum xudo hozirli birisini urib chaplayib o'tgandek turilgan edi. Ularning meni shuncholar past ko'rganiga achchig'im kelib, achchiqdan yirlayl deb qolgan edim. Agar mushundaq vaqtda birisi menga gap qilsa, ko'ngliga azor berishim turg'anli gap edi. Mush yoshga kelib, azaldan bunda xo'rliqqa uchrab baqmagan edim. Ko'nglim achchiq bir narsani tatib turardi. Tuyuqsiz
achchiqni kesidu degan gap esimga kelib, dastlabki qitim Tursunay bilan ko'rishgan chog'da kayfiyatim esimga keldi. Bu vaqtda tunji qitim kayf qilib bexishim edi. Ana shu chog'da aroqning kayfini yoqtirib qolgan edim. Lekin uningdan keyin ichishga fursat bo'lmagan bo'lib, ichishni ancha bakmi xalab ketmagan edim. Lekin nima ish qildi, bugun ichib beqishga ko'nglim tatib turadi. Sodiq degan o'g'rining gaplari quloq tubimda jaranglab turadi. İntizar bilan bo'lgan to'y ishida ko'nglimning kayniga kirib, yengiltaklik bilan ish qilganligimga pushaymon qilib qoldim. Lekin endi kaynimga yenishga mumkin bo'lmaydi. Chunki bu ish intizarning va mening obro'yimga berib taqiladi. Yotqonga qarab putsunish degan bu maqol tamsil amdilikda mening bishimga kelgan edi. Hozir men shundoq jimjit bir muhitga tashna bo'ldim. Azaldan kayf sapa so'rinlarga kirib boqmag'ach, qayerda muhiti ozoda, hozir kayfiyatimga maskagidek o'rin bordi deb izlab tingirqab turib qoldim. Mening bildiganlarim faqat to'y qilishdan burun ikki qitim intizor bilan ko'rishgan yiliqiya edi. Lekin u yerga boray desam, soniyaga yo'liqib qilishimdan ansiraydim. Men oxiri yo'l bo'yidagi do'kon va oshxonalarga bir ko'z yugurtib chiqqandan keyin yanala ashiyaga berishni loyiq topdim. Nim bo'lsa bo'lmamdi. Saniya meni kildi deb saqlab turamdi. Men shularni o'ylaganimcha oldimga kelib qolgan kira mashinasini to'sib chiqib o'ltirishimga intizordan telefon keldi. Uning nima deyishi menga aniq edi. Shundoq bo'lsa-mu telefonni oldim. Hay, qanisiz, tomoq tayyor bo'lib qoldi. Tez qaytib kiring. Uning ovozidan mendan ranjiganligi chiqib turadi. Qaraganda tag'isi uningga bo'lgan ishlarni demagan bo'lsa kerak. Ha, bo'ldi, sizlar yeyaveringlar. Mening jiddiy ishim chiqib qoldi. Kechda uyga borganda ko'rishayli. Mashina ishki ochiq, ochiq mashinaning ishida. Deganimcha, uning javobini kutmayla telefonni uzib o'tib, telefonni butunlay etib etdim. Chunki uning keyin-keyindan telefon qilib parakanda qilishini xohlamaydim. Burun uningga yo'shirin ko'yib yurgan vaqtlarimda uning mushundoq menga telefon qilishlarini bakla arzu qilardim. Gerçi bu arzuyimga yetgan bilan men arzu qilgan hissiyat bilan tubdan o'xshamaydi. Qirishqandek mashinadan tushishimgila xuddi meni saqlab turgandek yinimda soniya paydo bo'ldi. Oha, yezna. Sizni bu yerga qaysi shamol uchirib keldi? Qaraganda bir qarorga kelibsiz-da? Dedi u susqini kulimsirab. Uning bu kulimsirishi menga xuddi meni masxir qilayotgandek tuyulib ketdi. Uningdan qechib yurib, yana uning yo'liqib qolganimga ichimda bir muncha g'udirab, yolg'onlardan chiroyimni kulkiga zo'rladim. U ishlarni unutib ketang saniya. Mening u to'g'riliq paranqig'im yo'q. Meni faqat bu aramgoh kelgan bir xirida deb biling. Men hozir jimjitlikqa muhtoj, boshqalarning meni parakanda qilishini xohlamayman. Agar bu taklifimga qo'shilmasangiz, boshqa yerga borsam bo'ladi. Dedim men tushib bo'lgan mashinaga qayta chiqmoqchi bo'lib. To'xtang yezna. Qaraganda kayfiyatingiz toza yaxshi emas o'xshaydi. Uydagilar bilan bir narsa deyishib qolgan o'xshamamsiz. Hech qisi yo'q. Men sizni avara qilmayman. Bu yerda qanchalik ko'ngil ochaman deysangiz, o'zingizning erkinligi. Lekin yolg'iz o'ltirsangiz toza yaxshi bo'lmasmikin? Mundaq qilaylik. Men sizga hamroh bo'ladigan qizlardan bir nechini chaqirib beray. Bo'ldi, lozimi yo'q. Men faqat ko'ngil ozodlik izlayman. Bo'ladi, qani marhamat. Hech kim sizga daxl qilmaydi. Bexaraman o'ltiring. Saniya shundoq degunicha eshik oldida turgan bir mulozimni chaqirib, bir nimlarni degandan keyin meni oramgoh ichiga boshlab qo'yib, nalagido ketib qoldi. Yanılı shu yiliq ayrimxonaga kirib, bir necha xil qo'rim buyurtgandan keyin mulozimatchiga yiliq chaqda Tursunay bilan ikkimiz ichgan qizil bir quti buyurtdim. Mulozimatchi so'g'uq ichimlik bilan muzni tangshab ilib chiqdi. Ochiqim xichi bisqmagan bo'lg'achqa rumkaga liqlab qo'yibla bir nechib etdim. Gerçi bu aroq ochiq bo'lmag'ini bilan qonsiq bo'lib, tiz ichib etgan bo'lg'achqa o'pkamga ketib, qiqilib yutilib ketdim. Agar bugun boshqalarning oldida xo'rliq tatmagan bo'lsam, bu
bundaq ishib canını qiynab nima qilatdim deyman. Lekin intizorning tag'isi Sodiqning man qilgan ahonatlari quloq tubimdan ketmay, nerv sezgilarimni jiddiylashtirib, uning menga gap qilgandagi hakavur turqini ko'z oldimga keltirsamla, badanimdagi tuklar ta'tirsiga o'rilib, uningga bo'lgan o'chmanlikim hasilab ishishga boshladi. Xat to'xtabdi. Seni cho'ng so'zlatgan aşı bayliqinggu. Bir kunlarda mush qilganlaringga pushaymon qildiratmasam, ziyo bo'lmay ketay. Men xuddi oldimda uningga gap qilayotgandek jo'ziga birini mushtab qo'yib, to'shqizib turib, yana bir rum kichivetdim. Amaliyotda og'zimda shundoq degan bilan qandoq qilib uningga o'zimni ko'zitib qo'yishni bilmaydim. Kallam qop-quruq edi. Mardan liderning to'ydan keyin tarmoq shirkati mening boshqurishimga o'tkazib berilgan bo'lgan ishi mush bir necha kunning ichida bir qarorga kelishi mumkin. Garchi to'ydan burun bu olam xushonlikdan shirin tush ko'rib yurgan bo'lsam-mu, bugun Sodiqning degan gapidan ozroq aql topdim. Chunki men bir o'g'il bola. O'g'il bola bo'lgandan keyin boshqalarning chappunida ta'lanmay, o'zimning kuchiga tayinib igilik tiklashim kerak ekan. Lekin quruq qo'l qanday igilik tiklayman? İglik tiklayammasam hech qisi yo'q. Faqat ular tayanmasamla bo'ldi. Buning uchun o'zimni texmi mukammallashtirishim kerak. Hozir eng muhim bo'lgani intizor bilan ikkimizning munosabatini ikkimizdan boshqa hech kim uqmaydi. Boshqalar bizni haqiqiy ar-xotin deb o'ylaydi. To'g'ri. Men dal mush munosabatdan foydalanishim kerak. Hozir mening bu shahardagi nomi bor şirketning xo'jayining kuyovg'il bo'lganimni xiljiq odamlar bilib ketdi. Albatta mush munosabatdan foydalanishim kerak. Albatta bu orqali sirtdan kadrlikqa imtihon berishim kerak. Ta'lim kelib imtihondan o'tib qolsam, hukumat ig'dorchiligidagi xizmat o'rniga ishga tusha olsam, talaydigan shu. U chaqda oldimda cho'ng gap qilganini ko'rib baqay. Hey, ig'izli degan bilan amaliyotda bu oson emas-da. Gerçi imtihan berib o'tsammi, 100 tiran imtihonga qatnashilgan gap. Uningdan o'tgandan keyin bir mezgil tarbiyalangan gap. Lekin buningga pul ketadi-da. Menda hozir bunchalik ko'p pul nerda turibdi? To'xta, paychik o'ynab baqsamchi. Qanday qilish to'g'riliq har xil chigish xiyollar bilan bir qutariqni ichib bo'lib, yana birini buyurtdim. Başdagi bir qutariq meni xeyli obdan mas qilgan bo'lsa-mu, bu men uchun yetarli emas edi. Bugun o'shkallamni bilmagudek mas bo'lg'im bor edi. Oxirda buyurtgan haraqdan 2 rumka ichibla bishim qiyib ko'zlarim g'uvalash qildi. Balkim o'shimni bilmagudek mas bo'lishimga xeyli badaq qilatdi. Chunki hozir o'zimning nima ish qilayotganligini bilalaydim. Tuyuqsiz kichik tartim qistab o'rnimdan qopib, toziq uyga chiqmoqchi bo'lib, eshik tugib kelishimga eshikni ochaman deb qo'limni sunishim bilan o'zimni kontrol qilolmay paloqqida qilib yiqilib tushdim. O'rnimdan turishga tirishgan bo'lsam-mu, faqat turolmadim. Dal shu vaqtda ayrimxonning ichida intizorning ovozi anglanib, kimlardir meni yo'lashga boshladi. Intizorning qandoq bo'lib bu yerda paydo bo'lib qolganligi menga ma'lum. Ammo har holda uning meni izlab kelganligidan intayin xushal bo'ldim. Bilmayman, yana kimlardir meni yo'lashtirib mashinaga ilib chiqdi. Mashinada uyga borguncha intizorning quchqig'iga bishimni qo'yib yotdim. Nimishqikin u bugun bir yig'izmi gap qilmasdan to'xtamay badallarimni silaydi. Uningdan kelayotgan kuchlik atir puruqi meni texmi mas qilayotgan edi.